Filippinlik opa-singillar juda yaxshi savol berdilar. Ularning so'zlariga ko'ra, agar siz islomni qabul qilsangiz, barcha gunohlar kechirilar ekan. Va mendan ular agar bir odam qotillik qilsa va ertasi kuni islomni qabul qilsa, u qotillik uchun kechiriladimi deb so'radilar. Va mening javobim ha. Ammo lekin siz islomni qabul qilaman deb rejalashtirgan bo'lsangiz va keyin siz odam o'ldirsangiz, unda siz gunohga botgan bo'lasiz. Bu shuni anglatadiki, siz o'zgarishdan keyin qotillik qilasiz. Siz tushunyapsizmi? Siz yaxshi, men ertaga boshqa dinni qabul qilaman desangiz, siz allaqachon bitta Xudo borligiga ishongan bo'lasiz. Shundan keyin siz bugun qotillik qilsangiz va keyin islomni qabul qilsangiz, unda bu kechirilmaydi. Agar siz islomni qabul qilishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, men islomni qabul qilmoqchiman desangiz, siz bu e'tiqodga ishongan bo'lasiz. Islomni qabul qilish uchun buni 5000 kishi oldida aytish shart emas. Bu faqat siz va Allohga tegishli. Agar bugun siz Xudo yagona ekanligini va Muhammad payg'ambar uning elchisi ekanligini tushunsangiz, demak siz allaqachon musulmon bo'lgan bo'lasiz.